Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Lionel Messi faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. Bu haqda Ficherio xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, Leoning xizmatlariga Liverpool qiziqish bildirmoqda. Qizillar MLS'da mavsumlararo tanaffus davom etayotgan bir paytda hujumchini qisqa muddatli ijara asosida jamoaga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Lionel Messi Inter Miami safida 2023-yildan buyon to'p tepib keladi. Uning klub bilan shartnomasi 2028-yil 31-dekabrgacha amal qiladi. Ronaldo: bugun biz ko'rayotgan futbol Paris tufayli shakllandi, u eng yaxshi prezident. Real sobiq hujumchisining fikricha, madridliklar prezidenti futbolni har tomonlama o'zgartirdi. Real klubi va Braziliya milliy jamoasining sobiq hujumchisi Ronaldo madridliklar prezidenti Florentino Peresning futbolga qanday ta'sir ko'rsatgani haqida fikr bildirdi. Men universitetda o'qimaganman, chunki 17 yoshimdayoq PSV safida o'ynay boshlagandim. Butun dunyo bo'ylab futbol o'ynab, prezidentlar, marketing va moliya direktorlaridan o'rganib, go'yo magistr darajasini olgandek bo'ldim. Real va alohida hodisa, chunki u yerda ilk bor klub prezidenti futbol olamini har tomonlama o'zgartirib yubordi. Florentino Peres men bilgan eng yaxshi prezident. Klubning 300 million yevro qarzi bor edi. Florentino mashg'ulot bazasini shu narxga sotdi va aeroport yaqinida yana bir yer uchastkasini sotib oldi. U kuchli futbolchilarga sarmoya kiritdi. Avval Figo, keyin Zidane, men va Beckhamni transfer qildi. U odamlarning futbol haqidagi tasavvurini o'zgartirdi. Bu futbol industriyasidagi eng katta o'zgarish bo'ldi. Bugun biz ko'rayotgan futbol aynan Paris tufayli shakllandi. U men uchun ota kabi. Bizni mustahkam do'stlik bog'lab turadi, deya Ronaldoning so'zlarini keltiradi Marca. Dragan Cheran: andijonlik muxlislar nafaqat O'zbekistonda, balki jahon darajasidagi brend. Taniqli futbolchi, to'prar hujumchi Dragan Cheranning Andijon klub bilan shartnoma imzolagani albatta jamoa uchun aynan muddao bo'ldi. Shu tariqa Cheranning Andijondagi hayoti boshlanadi va biz ishonamizki, bu borada barchasi muvaffaqiyatli va ko'ngildagidek kechadi. Klub matbuot xizmati esa Cheranning dastlabki fikrlari bilan qiziqdi. Dragan, avvalo Andijon klubiga xush kelibsiz. Dastlab nima uchun burgutlar tanlovini qabul qilganingiz xususida to'xtalib o'tsangiz. Sababi doimgidek jamoaga yordam berish, yoshlarni rivojlantirishga ko'maklashish. Rahbariyat va bosh murabbiy meni fikrlarimni va qarashlarimni inobatga olyapti. Bizning fikrlarimiz bir joydan chiqdi. Andijon klubi bilan ko'zlagan maqsadlaringiz qanday? Biz imkonsizdek tuyulgan narsani amalga oshirishga kirishdik. Aynan sovrinli o'rin jamoa uchun tarixiy natija bo'ladi. Siz 6 marta O'zbekistonning eng yaxshi to'purariga aylangansiz. Andijonda ham to'purarlik salohiyatingizni ko'rsata olishingizga ishtiyoqingiz balandligi ko'rinib turibdi. Har bir mavsumda o'z jamoamga yordam berishga harakat qilaman va imkoniyat bo'ldi deguncha ko'proq gollar urishga intilaman. Andijon klubiga 3 ta so'z bilan qanday ta'rif berasiz? Energiya, ishtiyoq va hurmat. Faoliyatingizni Andijonda davom ettirish siz uchun nimani anglatadi? Futbol imtihoni. Endi siz Bobur Arenada ajoyib muhitni ko'rasiz va his qilasiz. Bu kunlarni intiqlik bilan kutyapsizmi? Ha, ular ajoyib muxlislar, nafaqat O'zbekistonda, balki jahon darajasidagi brend. Barselona Marsel bilan hujumchi ayirboshlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Barselona klubi Marsel bilan hujumchi Mason Greenwoodni ayirboshlash orqali qo'lga kiritish variantini ko'rib chiqmoqda, deb xabar bermoqda Ficheries. Barselona kelasi transfer o'ynasi oldida Olimpik Marsel hujumchisi Mason Greenwoodning transferini amalga oshirish imkoniyatlarini o'rgana boshladi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, kataloniyaliklar moliyaviy xarajatlarni minimallashtirish maqsadida ayirboshlash orqali transfer qilish variantini ko'rib chiqmoqda. Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torres futbolchi almashish doirasida Fransiya chempionatiga yo'l olishi mumkin. Mason Greenwoodga 24 yosh joriy mavsumda Olimpik Marsel safida muntazam maydonga tushib, Yevropa klublar diqqatini tortmoqda. Uning universalligi bir nechta hujum pozitsiyalarida o'ynash imkonini beradi. Bu esa Barselona murabbiylar shtabi talablariga mos keladi. Ferran Torres esa asosiy tarkibning doimiy a'zosi hisoblanmaydi. Muzokaralar hozircha boshlang'ich bosqichda va tomonlar hali yakuniy qaror qabul qilishmagan. Calcio Mercato: Roma Shomurodovni qaytaradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'prar Eldor Shomurodovning transfer huquqiga egalik qiluvchi Roma jamoasi joriy mavsumda yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan bo'lsa-da, hujum chizig'ida juda katta muammolarga duch kelmoqda.
Gianpiero Gasperini shogirdlari o'zlari g'alaba qozongan aksariyat uchrashuvlarda kichik farq bilan ustun kelgan. 11 g'alabadan 6tasida 1-0 hisobda zafar quchgan. Mavsumning birinchi qismi yakunlariga ko'ra jamoaning eng zo'r to'purari bo'lib turgan Matias Sule hisobida atigi 5 ta gol bor. Artyom Dobek va yangi olingan Evan Fergyuson ikkitadan, Paulo Dybala bitta to'p kiritgan. Bu holatda ko'pchilik yozda Rimni tark etgan Eldor Shomurodovni esga ola boshladi. Nufuzli manbalardan hisoblangan Calcio Mercato o'zbek hujumchisining Turkiyadagi muvaffaqiyatlarini inobatga olgan holda Roma 30 yoshli to'purarni qaytarishi kerakligi masalasini ko'tarmoqda. Romaga markaziy hujumchi kerakmi? Eldor Shomurodovning bir o'zi Gasperinining hujumchilarini qo'shib hisoblaganda ulardan ko'p gol uryapti. O'zbekistonlik forvard Turkiya Superligasida shoshib ko'tardi va birinchi davra yakunlariga ko'ra liganing eng zo'r to'purariga aylandi. Roma uchun bugungi kunda asosiy transfer nishoni ilgari Boloniyada samarali o'ynagan Joshua Zirkse hisoblanadi. Niderlandiyalik hujumchi Rimga kelishga rozilik bergan. Klub yanvardoni Italiyaga qaytarish uchun Manchester klubiga taklif yubordi. Rimliklar bu bilan cheklanib qolmaydi. Roma shu yoz Napolidan Madridga yo'l olib Atleticoga qo'shilgan Giacomo Raspadorini ham Diego Simeonedan qaytarib olishga harakat qilmoqda. Bu ikki transfer gol urishga qiynalayotgan jamoaga katta universallik berishi kutilyapti. Ayni paytda jamoa tarkibida Gasperini ixtiyorida ikki markaziy hujumchi Evan Fergyuson va Artyom Dobek bor. O'tgan mavsum Romada javlon urgan Eldor Shomurodov esa hozir Turkiyada yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Endi barchasini ketma-ket ko'rib chiqamiz. Yozda Roma Shomurodovni keyinchalik sotib olish huquqi bilan Istanbul Başakşehirga bir mavsumga ijaraga berdi. Shu tariqa o'zbek hujumchisining ijarasi Başakşehirga 3 million yevroga tushdi. Markaziy hujumchini to'liq sotib olish huquqi esa yana 2.8 million yevroga baholangan. Bu huquq qishki transfer oynasidayoq kuchga kirishi mumkin va mavsum yakunida agar turk jamoasi Superligada qolishini ta'minlasa, u majburiy xaridga aylanadi. Xo'sh, bu holat Romani afsuslanishga majbur qilishi mumkinmi? 2025-yilni Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining eng yaxshi to'purari sifatida yakunladi. Uning hisobida 17 o'yinda 12 ta gol bor. Ushbu o'yinlarning barchasida u asosiy tarkibda maydonga tushgan va jami 1530 daqiqadan atigi 33 daqiqani o'tkazib yuborgan xolos. Eng hayratlanarlisi shundaki, 12 ta gol bilan Shomurodov hozirgi Roma hujumchisining barcha vakillari urgan gollarni qo'shib hisoblaganda ulardan ko'p to'p kiritdi. Agar Rim klubi hujumchilarining nafaqat A Seriya, balki barcha musobaqalardagi 22 ta o'yinda urgan gollarni qo'shib hisoblasak ham, vaziyat katta farq qilmaydi. Xususan 22 ta uchrashuvda Matias Sulening 5 ta, Evan Fergyusonning 3 ta, Artyom Dobek va Paulo Dybalaning 2 tadan, Stefan El Shaaravyning bitta golini qo'shib hisoblasak ham, jami 13 ta to'p kiritilgani aniq bo'ladi. Bu esa Shomurodovning bir o'zi Turkiyadagi faoliyatining ilk yarmida urgan gollardan atigi bittaga ko'p. Shularni inobatga olib, bosh murabbiy Gianpiero Gasperini sport direktori Massaradan qishki transferlar oynasi arafasida bu hujumchini so'ragani bejiz emas. Orqaga qarab aytganda, bugungi Shomurodov Roma bosh murabbiyi qo'llayotgan o'yinga juda yaxshi tushgan bo'lardi deb yozmoqda Calcio Mercato sayti eksperti Gabriele Stragapet.